Bular yong'oqdanmi bular? Bular MDF shpon, yong'oqli bular. Bular 100% shpon. Oralariga do'g'ri shpon yopishtirilgan. Ha, bunisi ham. Bular yig'ima dilali hisoblanadi. Eng qimmat eshiklar. Aloqaga chiqaverasizlar, arzon qilib berishadi. Lekin ma'muli chiroyli ekan. Bular klassik. Mana hozir oxirgi stilda qilinayotgan narsa edi bular. Vashchi chiroyli ekan lekin, oka. Kraskalari ham cho'tki. Bu Andijonda, opa-ukalar, Andijonda bularni nomeringizni yozib qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Nimaki bo'lsa, yog'ochli ishlar bo'lsa, hammasini qilib berishadi. Eshikni stilda qilingan ekan. Mana Krasnikning MDF kuchkalari. Kuxunnilar. Bularni nech bilan qilib bera olasiz mana? Toshkentdan so'rab qolishgan. Bizga o'xshagan insonlar so'rab qolishgan. Bularni Krasnikning MDFli 5 milliondan pagonometr qilib beramiz. 5 milliondan boshlanar ekan. Birinchi qo'lda mana 3 etajli bu. Bu akrildan. Bular nech bilan atrofida? Buni 4,5 milliondan qilib beramiz. Bu sal arzonroq ekan, lekin bu ham zo'r ekan. Bu ham 3 etajga. Xo'p, bunimiz laminat disk polniy. Bular nech bilan? Buni 3,5 milliondan qilib beramiz. Buni aloqaga chiqarishadi, xudo xolisa. Mana bunaqa nimalar ham bor, spalnilar ham bor. Bunaqa Nima dizayn qilib bersanglar, o'shani nechkina mana mamlakat spalnini nechkina tayyor qilib berasiz? Mana men dizaynni tanladim. 20 kun bilan 1 oy orasida tayyor bo'ladi. Ana eshityapsizlarmi? Olib borib o'rnatib, uyga topshirib. Birinchi qo'l yorib yuborishgan lekin, mana shu gap bo'lishi mumkin emas. Naryoqda eshiklarga lekin sindim lekin borib, gap bo'lishi mumkin emas eshiklarga.